Xayrli kun barchaga. Uluston sog'lom hayot o'quv markazimizda ishimiz boshlandi. Koreyada hozir 8 ta hududda muvaffaqiyat akademiyasi o'tkazilyapti va shu bilan birgalikda biz ham O'zbekistonda turib onlayn mana shu muvaffaqiyat akademiyasida qatnashyapmiz. Juda ham muhim hisoblangan muvaffaqiyat akademiyasi, ya'ni uchrashuv sababiki bugun 15-Imperial Master, ya'ni oyiga $100,000 dan daromad oladigan va mashinalar sovg'a qilinadigan, pul mukofotlari bizlarning puliga 8 milliard 280 million so'mlik pul mukofotlari sizni ofisingiz uchun ijara pullarini to'lab beradi. Shaxsiy o'zingizni shofyoringiz uchun, haydovchingiz uchun pul to'lab beradi va ofisingizda ish boshqaruvchi kotiba uchun pul to'lab beradi. Xullas, mana shunday juda ham yuqori daromadga ega bo'lgan Imperial Master yangi chiqqan va bunga chiqish nimalari o'zini tajribalarini aytib o'tadi va Imperial Master chiqqungacha ham qancha kronlar, qancha Royal Masterlar, Sharon Masterlar, Star Masterlar, Brilliant savdo masterlar, avto savdo masterlar chiqadi. Mana shulardan bugun tajriba olamiz, xudo xohlasa.